Savol: ikkinchi ayolga uylangan erkak erlik vazifasini ado etmayapti. Ya'ni haftalab xabar olmaydi. Ba'zida kelib nafsini qondirib ketadi. Bundan charchagan ayol talog'ini berishini so'rashiga qaramay, er uning talabini qondirayotgani yo'q. Shunda ayol o'zini o'zi taloq qila oladimi? Mana shu holat hozirgi kunni eng yomon tarqalgan holatlardan bittasi. Xo'p, ba'zi odamlar o'qiladi, ayolni ikkita qilib oladi. Xo'p, adolat yo'q. Shariatning birorta hukmi bilan ishi yo'q. Lekin sunnatga amal qildim, ikkita xotin oldim deydi. O'ziga kerak bo'lganda sunnat kerak bo'ladi, lekin o'sha sunnatning orqasidan kelayotgan shariatning talabi bilan ishi yo'q. Bu hozirgi savoldagi suratda demak ikkinchi xotinning oldiga bormay qo'ygan er. Xohlagan vaqtida boradi-da, shu o'zini demak xohishini qondirgandan keyin yana xotin bilan ishi yo'q, nafaqa ham yo'q, boshqa ham yo'q, tashlab yuraveradi. Endi bundan jonidan to'ygan xotin men ajrayman deyapti. Ajrayman desa yo'q deydi, men seni qo'yib yubormayman deydi. Shu bilan birga erlik ham qilmaydi, nafaqa ham bermaydi, boshqa ham qilmaydi. Haligi ayol bechora osilib qolgan. Xotin bo'lib xotin emas, boshi ochiq bo'lib boshi ochiq emas. Nima qiladi? Mana bu yerda aytayaptiki, talog'ini so'rasam bermayapti. O'zim taloq qilsam bo'ladimi? Yo'q. Ayol kishi o'zini o'zi taloq qilmaydi. Lekin mana shunday holatlarda ikkita yo'l bor. Ayol kishini o'sha zolim erdan ajrashi uchun shariat ko'rsatgan. Bittasi xulu' deyiladi. Xulu' deganda ayolga er shunaqa yoqmay qolsa, men bundan ajrayman deb qoziga murojaat qiladi-da, menga bunaqa erning keragi yo'q. Masalan uchun o'qilyapti, bu qilyapti, shuning uchun men bu bilan ajrashaman deb arza beradi. Qozi ko'rib, ikkovidan so'rab surishtiradi. Ana o'shunda erga xotin mahrni berib, mana menga bergan mahringni ol, o'zingdan bo'lsin-da desa, bo'ldi, endi xuluq bo'ldi, ikkovlaring ajradilaring desa, ayol ketaveradi. Iddasi chiqqandan keyin boshqa erga tegaveradi. Ikkinchisi nikohni fasx qilish deyiladi, buzish. Endi bu yerda xotin ajrashaman demaydi. Qoziga borib, erim menga qaramayapti deydi. Bunda endi xo'p deb tuzalsa yashab ketish niyati bo'ladi. Men nafaqam bermayapti. Xo'p, menga erlik qilmayapti. Ana shunday xotinim har kuni yotadi, meni uyimga